Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan aka-ukalarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar, Buton qishlog'idan sizlar uchun akalar 11-avgust sanasi bilan urg'ochi qo'zilarni akalar, qo'zi deyishga ham til bormaydi akalar, katta-katta bo'lib qolgan mana shu to'g'riga yaqinlashgan qo'zilarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz. Akalar, ko'rib turibmiz, hammasi yaxshi, bo'y-bastlari kelishgan, poychalari uzun-uzun, o'zi qalin, xudo xolasa mana shunday bellarga akalar e'tibor berasizlar. Beli qalin-qalin mana shunday qo'zilarimiz sotilyapti. Akalar, bu yerda qo'zilarimizning sifatlari zo'r, o'zi tulaydigan dummalar akalar ochiq dumma, tikka dumma mana shunday qo'zlarimiz bor ekan. Mana shunday qo'zlarni olaman degan akalarimiz uchun video tagida nomer qoldirib ketyapmiz. Bemalol akalar telefon qilib, o'zlaringizniki qo'zalaringiz ham bo'laveradi. Xo'p akalar, bu yerda necha bosh qo'zi bor? Bularni yeyish-ichishi, sog'ligi, bir so'z bilan aytganda quyuq-suyuq qo'zlarimiz haqidagi hamma ma'lumotni egalaridan olib sizlarga yetkazib, sizlardan faqat like bosib, kommentariyada bir chiroyli so'zlar yozib ketish. Bizdan bo'lsa akalar mana shunaqa sifatli, katta baquvvat akalar ranglari kashtan bo'lgan qo'zilarni sizlarga ko'rsatib o'tish bo'ladi. Xo'p akalar, endi bo'lmasa like ayamaysizlar. Biz hamma ma'lumotni egalaridan to'g'ridan-to'g'ri olib sizlarga yetkazishni boshladik. Bismillah. Davlat o'rmang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Suhrob aka. Alaykum assalom. Joningiz sog' bo'lsin. Bu qo'zilarni urg'ochilardan olib kelibsiz-da bugun? Urg'ochidan aka, nasib bo'lsa 10 yil, bir 12 yil qo'y qilaman degan variantidan olib keldik aka. Gapi mashallah, mana akalar, ko'z tegmasi, mana qo'y qilaman degan akalarimiz uchun juda yaxshi, ajoyib mana shunday qo'zilarimiz bor ekan. Bu yerda endi necha bosh qo'zi bor? 110 bosh qo'zi bor, Suhrob aka. Birinchi qo'ldan olaman degan obunachilarimiz kelaversin aka. Qo'y zo'ri, o'zi tulaydigan variantidan. Mana akalar, birinchi qo'ldan akalar olaman degan akalarimiz uchun o'zi tulaydigan hisori variantdagi mana shunday qo'zlarimizdan 110 bosh bor ekan. Xo'p, endi mana 110 bosh qo'yni hozir sifatini ko'rib turibmiz, ancha yaxshi. Bularni endi qarang, hozir bo'ylari yaxshi ekan, yosh oyligini bilolmayman. Oyliklari aka 7 oylikdan 5 oylikgacha, 5 oydan 7 oylik, oldi 8 oylik qo'zi aka. 8lari ham bor ichida. Bo'yi 75 plus. Ha, 70-75 plusga olishaversin aka. Gap yo'q. Akalar, mana ko'rib turganimizda 70-75 plusiga olaveramiz, ancha yaxshi variant. Xudo xolasa mana shu ichida ham endi kattalar bo'lsa, sal siqit qilib qoldi-da bular. Shunday to'dalan yotibdi aka, issiqda endi. To'dalan yotibdi akalar, juda kattalari ichida turibdi bular. Jig'anaga yotibdi-da. Bularni qarang-da, hozir endi baribir so'rab olishimiz kerak, sog'lik masalasi shu kecha kunduz. Sog'ligidan yeb ichishdan o'ylashmasin. Garantiyasi bor bir hafta. Yedirib, ichirishib pul bersin aka. Tekshirib keyin pul sanashadi. Ha, shunday bizda. Gap yo'q. Akalar, yedirib, ichirib, tekshirib olib keyin pulni sanaverasizlar. Xudo xolasa, yaxshi variantdagi mana shunday qo'zilarimiz sotilyapti. Endi bu qo'zilarni ko'rib turibmiz, ancha yaxshi. Bularni xudo xolasa, yosh oyligi ham, bo'y basti ham joyida ekan. Bularni qarang-da, endi masalan baribir endi siz chorvani odam, sizdan maslahat olamiz-da. Shunday aka. Avgust endi o'tdi, mana avgustdan o'tdi desak, sentyabr emas, oktyabr, noyabr oylaridan qo'chqor qo'ysa bo'ladi. Oktyabrdan qo'yaversin aka. Oktyabrdan ba'zilar qo'chadi. Xudo xolasa qo'chqordan chiqadi. Gap. Nasib bo'lsa bu yil bitta qo'zi oladi aka. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa baraka topadi aka bizdan olgan. Biroq olib demagan aka. Mana akalar, baraka topsin, iloyim hamma baraka topsin chorvadan. Endi qarang, hozir ko'ryapmiz, mana shu yaxshi variant, hammasining holati yaxshi. Boring mana oktyabr, noyabr oylariga qo'chqor qo'ysa ham, xudo xolasa 5 oydan sal o'tib bola bersa ham, misol uchun 110 tadan 90 ta bolasi ham foydali. 80 tasini ham aka. 80 tasini. 80 tasini foyda qiladi. Mana akalar, xudo xolasa 110 tadan 80 ta qo'zi olsalaringiz ham katta foyda bu. Xo'p, endi keling mana shu qo'zlarimizni baribir dastavka qilishimiz kerak. Bir 7 aka, dastavkasidan muammo yo'q aka bizda. Olib berdim. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman aka. Uyi bo'lsa bo'ldi aka. Gap yo'q. Umuman muammosi yo'q. Faqat bir labodan. Bir laboga odamga dastavka. Demak, bir 15 tadan ko'piga-da. 15 tadan ko'piga dastavkasi bor aka. Akalar, 15 tadan ko'piga xudo xolasa dastavkadan muammo bo'lmaydi. Mana akalar ko'rib turganlaringizdek, hammasi yaxshi variant. Uzunligi ham yaxshi ekan bularni. Shunday uzun aka, bu navi boshqacha, ko'chati boshqacha qo'zi aka buni. Bularni salgina qiynalishi bor ekan, lekin salgina sal yem bilan ozroqgina sal qaralsa. Hali shunday olib borsangiz, yemni nimaligini bilmaydi aka bu. Mana. O'rganishim bor. O'zi tulaydigan dummalarini qarang, mana o'zi tulaydi. Bo'ynlariga yetib bergan. Akalar, to'shlariga ham e'tibor beringlar, o'zi tulaydigan qiljum bor. Haqiqiy hisor, haqiqiy kashdan elita qo'zilarda aka faqat. Qarang, salgina yemdan qiynalgan qo'zi. Aytganingizcha, endi bularni ozroqgina qarovini yaxshi qilsak zo'r bo'ladi. Shu qo'zlarni endi bitta ish qilaylik. Bo'laydigan qilib bir narxni ham yengilroq qilib gaplashaylik. Aka, bugun xalqimizga aka bonusim bor aka men. Gap. Bonusi ham bormi? Bonusi bor aka. Qanaqasi? Bugun bir alaqashqa bir panda qo'zini bonusga mana aka. Mana shu qo'zimi? Qo'zi aka, men ushlab ko'rsatayman. Mana shu qo'zi bonusga xalqimizga bugun. Mana. Bir joyda oldim deganga mana shu qo'zini tashlab beraman aka. Shunday tekinga berasiz? Tekinga beraman aka. Gap. Odamlar echki beryapti, uloq beryapti aka, men qo'zi beraman bir aka. Mana akalar. Bonusga. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin aka. Demak, qo'zisi tekin, bitta qo'zimiz akalar tekinga ketadi. Xo'p, endi shu qo'zini pulini endi bularning narxiga urib yormaymizmi? Yo'q aka. Mana. Bu endi yengilroq qilib biror narsa deng qani endi. Suhrob aka.
YouTube'larda, Instagram'larda ko'ryapmiz aka. 4 million, 4 million 200 ming so'm qo'yapti. Shunday. Bu narxi yo'q aka bizda. Bunaqa gap yo'q. Bir joyda oldim degan obunachilaringizga bir qo'zi tashlab beraman. 3 million 800 mingdan aka dastavkasi bor aka. 3 million 800 dan dastavkasi. Dastavkasi bor, bir qo'zi bonus aka. Oldim deganga aka. Yana ham biror narsa o'tib bera olamizmi? Keyin aka ustida gaplashamiz aka. Gap. Savdoning sunnati bor, kelishamiz. Demak, ustiga kelgan akalarimiz ishi bitadi. Shunday aka. Gap. Kelganni qaytarmayman aka. 5 ta 10 ta olaman deganga ham sotaman aka. Yasha. Akalar, xudo xolasa bu yer sotilmaydi degan gapni o'zi yo'q. Boshlang'ich bahosi akalar 3 million 800 dan bo'ldi. Yana ham ustiga kelgan akalarimizga xudo xolasa xayriga biror narsa o'tib beriladi. Bemalol akalar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Haqiqatan yaxshi mol olaman degan akalarimizga, kelajakka yaxshi qo'y qilaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Manzilimiz akalar Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Piton qishlog'idan. Xo'p akalar, sizlarga 110 bosh qo'yni kamiga bitta bonus lesini ko'rsatib o'tyapmiz. Bugungi sanamiz 11 avgust sanasi bilan. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sizlar uchun yaxshilardan ko'rsatib o'taveramiz.